Voy, ertalab ham bo'pti. Ertalab bo'pti. Voy, hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda Minecraft o'yinini o'ynab dam olishga harakat qilamiz. Voy, telefon kelyaptimi? Mermi? Assalomu alaykum, Mer. Va alaykum assalom, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Senga ish bor edi. Ha, nima ish? Uyimga kelgin, bilasan. Xo'p, Bo'pti, uyimga kel, gaplashamiz. bo'pti. Mer yana nima ish boshlabdi menga? Xo'p, borsak bilamiz. Mana shu yo'llarni jicha to'g'rilab qo'yish kerak-da. Shunga Markam shu ishni aytayotgandir. Fermerlar ham yuribdi. Ha, Mer, nima ish bor menga? Ha. Короче, senga ish ag'dar-buldar ishi. Ya'ni ag'ildirayotgan yerlarning barchasini to'g'irlaysan. 4-sandiqda loylar va lopata bor. Ikkala loydan bir stak olib qo'ygan. Xo'p, pulini ishni kim yorganidan keyin gaplashamiz. Xo'p. Okey. Aytganim yaxshi tushdi, lekin kech ham tushyapti-da. Mana. Mer, Ha, shu ertaga qilsam bo'lmaydimi? Hozir kech tushyapti. kech tushgandan qil, ertaga yana qilasan, yarimida. Xo'p. Okey, lekin kech tushguncha qil degandilar. Uri kech tushdi. Kelinglar aytib uyda o'tib uxlaymiz. Kech tushguncha qil degandingiz. Hozir kech tushdi. Shunga ertaga qilsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi, bo'pti, bor, uyga borib ta'minga ol. Xo'p. Loylarni qo'yib ketaymi yoki-da o'zim bilan olib ketaveraymi? Bilganingni qil. Xo'p, olib keta qolganim yaxshi. Baribir ertaga ishlayman-ku. Xo'p, obunachilar, men uyimga borib uxlashim kerak. Ko'rayotganingizdek, bu yo'llarga asfalt va to'g'irlash kerak. Hozircha to'g'irlasak, keyingi safar asfaltni o'zimga qildirmasalar bo'ldi. Maxsus yordamchilarni chaqirib qildirsalar bo'ldi. Lekin zombi. Kir. Mana, bu zombi. Okey, obunachilar, men uxlab olishim kerak. Oy. Soatam allamahal bo'lgandi. Okey, men aytgan shuni qilish kerak. Lopatani olishim kerak. Okey, obunachilar, kechagi aytgan ishi yodingizdami? Endi shuni qilib olamiz. Namuncha chiqib bo'lmay qolyapman. Xo'p. Bu yerda lomlar yuribdi. Hop. Tak, Merni salom berib to'g'ri lopatani olib chiqib ketaveramiz. Assalomu alaykum, Mer. Va alaykum assalom, keldingmi? Ha, keldim. Lopatani ham kamayverayotgan ekan. Okey. Nimaga o'zi lopatani oldingiz deb so'rayotgan bo'lsangiz, lopata bu xato qo'ygan narsalarimni, shu yerlarimni olish uchun, shularni olish uchun kerak bo'ladi. Qo'lda olsam tezroq bo'lmaydi, shuning uchun lopatada olaman. Birinchi me'yorga chiqib olishimiz kerak. Bundan chiqmasa mana to'g'rilash urdan kerak bo'ldi. Shunga o'shdan chiqamiz. Mana shunga to'g'rilab qilsak, mana o'zi xato qildim. Tak, bu ishlarga qiyinga o'xshayapti, shuning uchun sizlarga bu ishni qilib bo'lib ko'rsatganim ma'qul. Mana nihoyat bu dinani qurib bo'ldim. Aytgancha, bu video yarmi chiqadi. Keyingi safar ham chiqishi kerak ikkinchi qismi. Yaxshi. Onkur yo'l yana bu yer.
Chunki bu yerdan ko'pchilik qishloqlar o'tib ketadi, lekin bu yerda mana shu joyni yopib qo'yish kerak, chunki o'tgan safar bitta qariyani oyog'i shu yerga kirib ketgandi. Kelinglar, yaxshilik sifatida shu qishloqqa ham yordam beramiz. Bu har doim sakrab kirib chiqib yuradi. Shuning uchun uzr, ozgina shamollab qolibman shekilli. Mana bundoq yer bilan yopib beramiz. Endi sakrab kirib chiqib bo'lmaydi. O'zim yerning bu gapi bilan shu qishloqlarga yordam bermoqchi edi. Mana bo'ldi. Bu ishim bo'ldi. Xo'p, endi bularning barchasini merga aytamiz va pulni olamiz. Mer, Ha, keldingmi? Hamma joyga bo'ldingmi? Oynaga qarab turgandim. ha, bo'ldim. Meni pulimni berasizmi? Ha, beraman. Aldan qolgan narsalarni joyiga qo'yib qo'y. Hop. Okey. Albatta, mer o'zi bergan narsani o'zi qaytarib oladi. Mer, Ha, lopatani qo'yingmi yoki o'zimda turursinmi? albatta qo'yasan. O'zimni pulim joyiga boqim. Ha, bo'pti. Okey, men pulim qayerda turibdi? Seni buning ikkinchi sandiqda. Bir stak olmas. Hop. Bir stakan emas. Bu izmurtku. Birinchi sandiqdir. Hop, mana birinchi sandiqda ekan. Bir stakan emas. Oldingmi? Oldim. Bo'pti, ketaver. Hop. Okey, obunachilar. Bular nimaga bu yerda turibdi ekan? Mana bu odam kelibdi. Davay bularni o'ldirib mana bularni o'zimizga olamiz. Menda qilichcha ham bor. Okey. Hey! Tupurma menga qarab. Sen tutyapsan menga. Men shuni menga teggan odamdan o'lib tashlaganchalar. Bu bilan nimaga kerak? Bu yerga zarar berib urgan odamni tupurdi. Keldi, mana огородni ham tozalab merga berib yana bir stok izmurd olaman. Bularni men nima qilaman? Yerda menda o't bo'lsa. Xo'p, obunachilar, sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi bu videoni ikkinchi qismi uchun obuna va like bosib qo'yinglar. Agarda yaxshi 12 ta like qilsangiz bu videoni ikkinchi qismi chiqadi. Xayr.